Bugun biz inson organizmidagi muhim tuzilmalardan biri immun tizimi haqida gaplashamiz. Immun tizimi bu organizmni turli kasalliklar qo'zg'atuvchilaridan, ya'ni viruslar, bakteriyalar va boshqa zararli mikroorganizmlardan himoya qiluvchi murakkab tizimdir. Har kuni tanamizda minglab mikroblar kirishga harakat qiladi, lekin sog'lom immun tizimi ularni yo'q qilishga qodir. Immun tizimining asosiy vazifasi begona jismlarni aniqlash va ularga qarshi kurashishdir. Bu jarayonda oq qon hujayralari, ya'ni leykotitlar muhim rol o'ynaydi. Ular qon orqali butun tana bo'ylab harakatlanib, zararli mikroorganizmlarni topadi va yo'q qiladi. Immun tizimida ikki muhim hujayra turi mavjud: B limfotitlar va T limfotitlar. B limfotitlar antitanachalar ishlab chiqaradi. Antitanachalar bu maxsus oqsillar bo'lib, ular mikroblarga yopishib olib, ularni zararsizlantiradi. T limfotitlar esa boshqa yo'llar bilan ishlaydi. Ular virus bilan zararlangan hujayralarni topib, ularni yo'q qiladi. Shu orqali kasallikning tarqalishini oldini oladi. Yana bir muhim xususiyat, immun tizimining xotirasi bor. Agar organizm biror kasallikni boshdan kechirgan bo'lsa, u bu kasallikni eslab qoladi. Keyingi safar shu mikroorganizm kirsa, immun tizimi tezroq va kuchliroq javob beradi. Vaksinalar ham aynan shu prinsip asosida ishlaydi. Ular organizmga kasallikning zaiflantirilgan shaklini kiritib, immun tizimini olinadigan tayyor qiladi. Natijada haqiqiy kasallik kelganda tana unga osonlik bilan qarshi kurashadi.